Anvar viloyat markazidagi cho'zilib ketgan majlisdan qaytayotganda soat tungi 2 dan oshgan edi. Charchoqdan qovoqlari og'irlashib, ko'zlari yumilib borar, biroq tezroq uyga yetish istagi uni hushyor turishga majbur qilardi. To'satdan mashina motori bo'g'ilib, go'yo jon talvasasida bir necha bor silkindi-da butkul o'chdi. Atrofni quyuq zulmat chirmab oldi. Fara chiroqlari so'nib borarkan, yo'l chetidagi qing'ir-qiyshiq daraxtlarning vahimali soyalari yer bag'irlab cho'zilib kelardi. U kalitni bir necha bor buradi, foydasiz. Telefoniga qaradi. Quvvati 3%, aloqa esa mutlaqo yo'q. Kuzning rutubatli havosi salon ichiga sizib kira boshladi. Anvar tashqariga chiqib, yo'l chetida najot kutishga qaror qildi. Oradan qancha vaqt o'tgani noma'lum, tuman orasidan xira chiroq ko'rindi. Bu juda eski, zanglagan, motori xuddi maxluqdek xirillab ishlayotgan zil yuk mashinasi edi. Anvar jon jahdi bilan qo'l qoqdi. Mashina g'ichirlab to'xtadi. "Shahargacha olib borib qo'ya olasizmi?" so'radi u haydovchi oynasiga yaqinlashib. Haydovchi javob bermadi. Uning boshidagi kir kepkasi ko'zlarini butkul to'sib turar, egnidagi qalin paltosidan nam tuproq va mog'or hidi anqirdi. U faqat boshini sekin silkib, eshikka ishora qildi. Anvar kabinaga o'tirdi. Ichkaridagi havo shunchalik og'ir ediki, go'yo nafasni bo'g'ardi. Mashina qo'zg'alganda, Anvar haydovchining rulni changallagan qo'llariga ko'zi tushdi. Barmoqlari g'ayri tabiiy darajada uzun, terisi ko'kimtir oq va suyaklariga yopishib ketgandi. "Rahmat aka, yo'lda qolib ketamanmi deb qo'rqandim", dedi Anvar sukunatni buzish uchun. Haydovchi churq etmadi. U faqat zulmat qo'yniga tikilib borardi. Anvar derazadan tashqariga qaradi-yu, yuragi orqasiga tortib ketdi. Yo'l chetidagi manzaralar tinimsiz takrorlanardi. O'sha bir shoxi singan tut, o'sha zanglagan yo'l belgisi, o'sha yiqilgan simyoh och. Ular bir xil aylanma yo'lda qolgandek edi. "Aka, adashdikmi? Boya ham shu yerdan o'tgan edik-ku", dedi Anvar ovozi qaltirab. Haydovchi sekin boshini burdi. Kepka ostida ko'zlar yo'q, u yerda faqat tubsiz qora bo'shliqlar turgandi. Yuzi esa qurib qolgan pergament qog'ozini eslatardi. "Biz hech qachon adashmaymiz." Uning ovozi go'yo go'r tubidan chiqayotgandek xirilladi. "Biz faqat shoshilayotganlarni yig'amiz." Anvar dahshat ichida eshikni ochmoqchi bo'ldi, biroq dasta o'rnida faqat silliq metal turardi. U beixtiyor orqadagi kichik oynaga qaradi. Yuk xonasida o'nlab odamlar qilt etmay o'tirardi. Hammasining nigohi sovuq va jonsiz. Ularning ham vaqti qimmat edi deb pichirladi haydovchi va Anvarning bilagidan mahkam tutdi. "Endi ularning vaqti abadiy, sening ham." Dahshatli og'riqdan Anvar baqirdi. Qattiq ovozdan Anvar ko'zlarini ochdi. U o'z mashinasining rulida o'tirar, tonggi quyosh nuri ko'zlarini qamashtirardi. Telefon budilniki chalinardi. Tush ekan, shunchaki tush. U chuqur nafas olib, peshonasidagi sovuq terni artdi. Biroq kalitga qo'l uzatganida bilagidagi achchiq og'riqdan to'xtab qoldi. Ko'ylagi yengini qayirib, dahshatdan qotib qoldi. Bilagida 5 ta qop-qora, kuygan barmoq izi aniq ko'rinib turardi. Mashina ichida esa o'sha tanish nam tuproq hidi quyuqlasha boshladi. U titrayotgan qo'llari bilan eshikni ochmoqchi bo'ldi. Qulflangan. Markaziy qulf tugmasi ishlamas, elektronika o'lik edi. Tashqarida quyosh charaqlasa-da, yo'l chetidagi daraxtlar o'sha tushidagidek jonsiz va qora edi. To'satdan radio o'z-o'zidan ishlab ketdi. Xirillagan ovozlar orasidan o'sha tanish pichir eshitildi. "Belgilangan joyga yetib kelding." Anvar qarshisiga qaradi. Yo'l o'rtasida o'sha zanglagan zil ko'ndalang turardi. Yuk xonasidan oqargan chehrali odamlar tushib, uning mashinasi tomon yura boshlashdi. Eng dahshatlisi, ularning barchasi Anvarning egnidagi ko'ylakning aynan o'zini kiyib olishgandi. Anvar bor kuchi bilan oynani mushladi. "Yordam bering." Shu payt orqa o'rindiqda nimadir qimirladi. Ko'zguda hech kim ko'rinmas, ammo o'rindiq go'yo kimdir o'tirgandek ezilib borar, teri qoplama ostidan uzun barmoqlar bo'rtib chiqardi. So'nggi chora sifatida u telefonini oldi. Quvvat 1%. U xotiniga qo'ng'iroq qildi. "Alo, Anvar aka?" Ayolining ovozi hayrat va qo'rquvga to'la edi. "Qayerdasiz? Hozirgina yoningizga kiruvdim. Karavotda yotibsiz-ku. Faqat yengingizdan qora qo'llar chiqib turibdi."
Nima qilyapsiz? Baqirmang. Anvarning ko'z oldi qorong'ulashdi. U endi o'zini mashinada emas, yotoqxonasida, o'z tanasini tepasida turgandek ko'ra boshladi. Eski kepkali so'ya uning bo'g'zidan bo'g'ar, xotini esa eshik oldida dahshatdan qotib qolgandi. Telefon o'chdi. Atrofni sukunat egalladi. Faqat uzoqdan zilning uzoqlashib borayotgan g'ichirlashi eshitilardi.